Allohumma yassir va la tuassir robbi tamin bil khair. Demak, qadrli o'quvchilar, kuzatib borayotgan bizni qadrdonlarimiz, sizlar bilan birgalikda Al-Manhajul Alamiy kitobiga yetib keldik va bu kitobdan Xudo xolasa anchagina katta manfaatlarni olamiz. Alloh taolo bardomli qilsin darslarni. Xo'p, endi Al-Manhajul Alamiy bitu kitobiga yetib kelgan bo'lsak, bunda qaysi bo'limlar, qaysi darslarni o'tamiz inshaalloh, shuni bitta ko'rib olamiz. Qaranglar. Birinchi bo'limda hayotiy tajribalar haqida gaplashamiz. Ya'ni masalan telefonsiz o'tkazilgan kun, muvaffaqiyatli hikoya haqida gaplashamiz. Ikkinchi bo'limda esa adabiyotshunos olimlar va mutafakkirlar haqida gaplashamiz. Undan keyingisida esa jahon bo'ylab masalalar, dunyoga dunyoni e'tiborida turgan, markazda turgan masalalar haqida gaplashib turamiz. Keyingisida esa mushkilatun shaxsiy muammolar haqida, 5-bo'limda esa muassasatun ijtimoiyatun va alamiyatun, ijtimoiy va dunyoga dunyo e'tiborida bo'lgan muassasalar haqida gaplashib o'tar ekanmiz, xudo xolasa. Xo'p, 6-bo'limda esa at-tarfihu anin nafs, dam olish, ya'ni inson o'zidan charchoqni chiqarish degan ma'noda. Xo'p, 8-bo'limda esa amakinu muqaddasa. Xo'p, 9-sida 7-da 7-sida edi. 8-si al-vahdatu samina vasailul i'lam. 8-bo'limda esa ommaviy axborot vositalari haqida. 9-bo'limda qadoya jadaliya, bahs munozaraga sabab bo'ladigan masalalar. Keyingisida 10-bo'limda esa as-sihhatul alamiyatu va Fayruz Korona, jahon sog'lig'ini saqlash va koronavirus haqida bo'lib o'tar ekan inshaalloh. Demak, ketdik. Birinchi bo'limga tushamiz. Birinchi bo'limda tajribu hayotiyya. Birinchi hayot tajribalari haqida gaplashib o'tar ekanmiz. Xo'p, lug'atlarini darsga kirishdan oldin yaxshilab o'qib o'rganib oldinglar degan umiddaman. Bu haqida yozib olingan darslar bor, o'shalarni ko'rdinglar, o'rgandinglar degan umiddamiz va endi xudo xolasa bularni yana ham chuqurroq qilib kirishib, o'qib o'rganib olamiz inshaalloh. Xo'p, qani ketdik. Birinchi matnimiz yawmun fi hayati bila hatif. Telefonsiz hayotimdagi bir kun mavzusi ekan. Xo'p, marhaban asdiqoi. Xo'sh, hozir ekronni kattaroq qilamiz. Marhaban asdiqoi, sa'ahki lakum an tajribati liyawmin bila hatif. Salom do'stlarim, men sizlarga telefonsiz o'tkazilgan bir kunim haqidagi tajribamni hikoya qilib beraman. Yawmun kamilun lam aftah fihi hatifi. Ahin law tash'uruna bima sha'artu bihi. طبعا وقد قضى هذا الشخص الذي هو يتكلم عن نفسه ليوم بلا هاتف عندما يتحدث، وقد كان يومه ممتعا جدا بالنسبة له، فهو يتحدث عن هذا اليوم. طيب، هناك كلمة هاتف. أول كلمة عندنا هاتف. هاتفنا برنش كورامزده. Xo'p, hatif. Buni sinonimi nima bo'ladi? Sinonimi bizda eng ko'p ishlatiladiganlar qaysilardan iborat bo'ladi? Javval degan bor. Javval, keyin nima? Telefon. Telefon, vallohu alam shunaqa yozilardi. Bu birinchi lug'at. Al-mufrad al-awwal huwa hatif. Idan يوم كامل لم أفتح فيه هاتفي، يعني لم أستخدم فيه هاتفي. لو تشعرون بما شعرت به. يعني أتمنى لكم لو تشعرون بما شعرت به، وقد أحسست أحاسيس ولكنكم لم تشعروا بهذه الشعور. قد تظنون أنني لم أستطع أن أعيش أو أستمتع بالحياة.
يمكنكم أن تظنون أنني لم أستطع يعني لم أقدر لم أتمكن من أن أعيش لم أتمكن من أن أعيش أو أستمتع بالحياة. كلا، لا لا، كلا بمعنى لا لا، يعني أبدا، هذا لم يكن أبدا. فلأول مرة فلأول مرة أشعر فيها أنني حر. فلأول مرة أشعر في هذه الحياة أنني حر، كأني كنت في سجن وخرجت الآن أصبحت أرى أشياء جميلة، يعني أنظر، ويعني كنت لم أرى أشياء جميلة حولي، ولأول مرة أتأمل أشياء جميلة. رغم أنني رأيتها من قبل، رغم أنني يعني برغم من أنني رأيتها من قبل. إن قريلر خب، رغم أنني ديگن يعني بار، رغم أن بلانم كلش بار. فالآن يمكننا أن نقول أيضا برغم من، بالرغم من، ممكن أن نقول بالرغم من. يعني لكنني رأيتها من قبل، بمعنى الآن لكنني رأيت كذا مثلا، رأيت من قبل. تمام. لأول مرة أشعر أنني أستفيد من وقتي حقا، يعني فلأول مرة أشعر أنني أستفيد من وقتي حقا. في بداية الأمر كنت أشعر هناك شيئا أبحث عنه، يعني في أول الأمر عندما لم أفتح هاتفي كنت وأشعر في نفسي أنني أحتاج إلى شيء وأنا أبحث عن هذا الشيء. أشعر بالقلق ونفسي تحدثني أن هناك رسالة مهمة جاءت. فكنت أشعر أن هناك شيئا أبحث عنه. أشعر بالقلق. إن قريلة شعر يشعر. o'zi B2 darajadagi kitoblarni boshqa kitoblardan ajratib turadigan farqi nima desa, ko'proq his tuyg'ularni ifodalaydigan joylari juda ko'p keladi. Xo'p, sha'artu masalan B bilan kelyapti. Buni sinonim qanday bo'ladi? Sha'artu mumkin an naqula ahsastu. To'yib. Aw maza? Xo'p, men shu narsani his qildim desa, men masalan niltu hop as-surur desak bo'ladi. Niltu masalan bil faroh, farqi yo'q. O'sha bu ham yetishmoq, o'sha narsaniga yetishsiz, siz o'sha narsani his qilgandek bo'lasiz degan ma'noda niltun deb aytsak ham bo'ladi. Keyin at-tahassasa degan fe'l ham bor. Masalan tahassasa yatahassasu. Kuntu atahassasu desa ham bo'ladi. توتر ثانية اسمه نعم. ماذا؟ توتر. نعم ما شاء الله جميل. قلق degani nima ekan? Qoloq ham bor. Qoloq bu tavattur degani. Tavattur bu stress o'zi, ya'ni siqilish, addiq. Ya'ni inson o'zidagi siqilishga nisbatan addiq deyiladi. Xo'p, tamam. Abahas anhu ash'uru bil qalaqi va nafsi tuhaddithuni. Nafsi deyapti, mana meni ichim, men nafsim gapiryapti deganda, bu yerda xuddiki inson alohida bitta narsa, nafs alohida bitta narsa, ruh alohida bitta narsa deb ajralib qolyapti. Alohida jasaddan bitta narsa degandek. Bu yerda endi qaranglar, meni o'zi nafsim deganda meni ichim ham desak bo'ladi. Meni ichimdan shunaqa ovoz keldi deymiz, bilasizmi? Mana. Hozir bunga mumkin naqula daxili yatahaddathuni desa ham bo'ladi. Xo'p, yoki yana nima desa bo'ladi? Masalan, ruhiy desiz ham bo'ladi. Ruhiy, meniki o'zi birinchi nafsiy deb yozishimiz kerak-da. Nafsiy, daxili, keyingisida bo'lsa ruhiy.
ruhiy. Bularni yozib boringlar. Albatta bu kerak bo'ladi. وروحي تحدثني أن هناك رسالة مهمة جاءت، يعني جاءت هذه الرسالة عبر تليجرام أو عبر فيسبوك أو عبر إنستغرام أو غير ذلك من وسائل التواصل الاجتماعي. طبعا أو صديقا عزيزا اتصل، يعني اتصل ديانا قنقرق قلد ديانا لبر مخم دوستم تلفون يوكي، أو شيئا مهما حدث. يعني عندما ينظر الإنسان في حياته بلا هاتف أنه يشعر يعني بالدونية، وكما قلنا الدونية يعني بالدنو في الحياة، يعني لا يحتاج الآخرون إلى مساعدة هذا الشخص أو هؤلاء الآخرون هم يعني لا يفكرون في أمر هذا الشخص. طيب هذه الشعور يشعر بها الإنسان عندما يقضي ساعاته ويومه بلا هاتف. فطبعا لكن نستمر إن شاء الله. لكن مع الوقت بدأت أشعر أنني حر في وقتي. أمارس هواياتي. أمارس يعني أتدرب، يتدرب، مارس يمارس بمعنى واحد. وأقرأ الكتب والقصص والحكايات. طيب، وأخرج إلى الحديقة وأتأمل في السماء. أشعر أنني منذ زمن طويل لم أرى شكل السماء. وأتأمل في السماء. ما معنى أتأمل؟ تأمل، يتأمل. معنى تأمل أي تفكر، مثلا ممكن أن نقول تفكر أو تدبر. تأمل، تفكر أو تدبر بمعنى أي واحد. وأتأمل، أتدبر في السماء وأنظر فيها. أشعر أنني منذ زمن طويل لم أرى شكل السماء. كان كل وقتي في النظر في شاشة الهاتف ومتابعة مواقع التواصل الاجتماعي. يعني كنت أتصفح الإنترنت. endi shu yerda internetda kitkilanib o'tirish ga nisbatan nima deydi arablar? Tasaffaha. Ya'ni sahifa ochaverish, ya'ni birinchisidan ikkinchisiga o'taverish, ya'ni tasaffuhul mavoqil elektroniy deb aytiladi. Mavoqil elektroniy. Elektroniya deb aytilar ekan. To'yib, tamam. Xo'p, va mutaba'ati va kuzat. Mutabaa degani hozir keladi. Xo'sh, adkhulu fi tatbiqin li ad'a i'jaban aw ta'liqan aw musharakatan ثم أخرج منه إلى تطبيق آخر وهكذا إلى أن يذهب وقتي دون فائدة. demak men bitta dasturga, ya'ni bitta programmaga kiraman. Nima uchun? Keyin so'ngra degani mana shu joyda lomni eslab qolinglar. Li adaa deganda men qo'yishim uchun, men like bosishim uchun yoki izoh qoldirishim uchun degan ma'noda emas, balki bu yerda so'ngra degan ma'noda. So'ngra men mana shunday qilaman desa, demak arablar lom bilan ham ishlatadi. Li adaa i'jaban أو تعليقا أو مشاركة. مشاركة يعني ulashish ma'nosida. يعني أنت تشارك شيئا مفيدا مثلا لصديقك، فهذا معنى المشاركة على التواصل، يعني على مواقع التواصل الاجتماعي. طبعا ثم أخرج منه إلى تطبيق آخر وهكذا يذهب وقتي إلى أن يذهب وقتي دون فائدة. يعني أنا أستمر هكذا حتى متى؟ حتى يذهب وقتي كله دون فائدة. كنت أظن أنه لا يمكنني أن أترك هاتفي ساعة واحدة فتتركه 24. بعض أصدقائي لا يستطيع أن يترك هاتفه 10 دقائق ويعتبر الهاتف جزءا مهما من يده، حتى من يده. كان هذا الشخص إذن يظن لا يستطيع أن يترك هاتفه ساعة واحدة
يا ما شاء الله. كيف إذا يعني فتركته 24 ساعة، ولكنني تركت واستطعت 24 ساعة. خب endi taraktu yawman taraktu men tark qildim degan so'z. Taraktuni qanday yana ifodalasak bo'ladi? Taraktuni masalan taxollaytu an bilan. Taxollaytu an. Xo'p, keyin ab'adtuhu anni, masalan ab'adtu men o'zimni uzoqlashtirdim desangiz ham o'sha ma'noga yaqin bo'laveradi. Ab'adtu men o'zimdan uzoqlashtirdim. Mashalloh, mana taraktu taxollaytu ketaveradi, mana shundoq bu. Tushunarli. Xo'p. بعض أصدقائي ولكن بعض الزملاء لا يستطيعون أن يترك هاتفه 10 دقائق ويعتبر الهاتف الجوال الذكي جزءا من يده. لن أترك هاتفي يسيطر على وقتي وعقلي بعد اليوم، فأنا حر ومستقل ولن أعود لهذا السجن أبدا. خب men saytara yusaytiru fe'li juda ko'p keladi. Buni ham yodlab olishimiz kerak. Saytara yusaytiru. Saytara yusaytiru fe'li tasallata yatasallatu degan fe'lga to'g'ri keladi. Mana. Tasallata yatasallatu. Tahakkama yatahakkamu, ustidan boshliq bo'lib olishga, ustidan hukmini o'ziga o'tkazish, uni ustidan hukm o'tkazish desa, masalan, qado ala bilan ham bersak, o'sha ma'no kelib chiqaveradi. Qado ala bilan. Xo'p, yaxshi. Endi davom etamiz. Lan atruka hatifi yusaytiru ala waqti wa aqli ba'da al-yawm, fa ana hurrun wa mustaqillun. ولن أعود لهذا السجن، يعني سجن مواقع التواصل الاجتماعي. وقد تعود هذا الشخص وكان من دأبه أن يستمر في اللعب في الهواتف، يعني على مواقع التواصل الاجتماعي. فإذا هذا الشخص يعني لن يرجع ولن يعود لهذا السجن أبدا. طيب، هناك كلمة سجن. ما معنى سجن؟ سجن بمعنى اي قيد. قيد degani o'sha kishani ushlab o'tirish, hibs qilish ma'nosida, habsun. Xo'p, buni ziddi bor. Buni ziddi nima bo'ladi? Hurriya, erkinlik, hurriyat. Yoki nima desa bo'ladi? Ozodlik, itlaqun. Xo'p, qani itlaqun deb yozib qo'yamiz mana. Itlaq deyiladi. Tamam. فمن يستطيع أن يفعل مثلي ويترك هاتفه يوما، يعني من يستطيع أن يفعل مثلي ويترك هاتفه يوما ليشعر بجمال الحياة ويستمتع بوقته ويبتعد عن الهاتف الذي أدمنه الكثير. فمن يستطيع أن يفعل مثلي ويترك هاتفه يوما. لماذا؟ ليشعر، ليحس بجمال الحياة ويستمتع بوقته. خب عند ويبتعد عن الهاتف الذي أدمنه الكثير دي. خب بيقول إن شاء الله تشونالي مفهوم حتى الآن بإذن الله سبحانه وتعالى. فالآن عندنا كلمة أدمن. أدمن، ما معنى أدمن؟ أدمن يدمن بمعنى الرجوع، يعني التعود. bir narsaga qattiq o'rganib qolish. وضع الرجوع، يعني كثرة الرجوع إلى هذا الشيء. مثلا نقول كثرة الرجوع. bir narsaga ruju qo'yishga nisbatan aytilar ekan. Yoki yana nima desa bo'ladi? Xo'p, unga qattiq bog'lanib o'rganib qolishga nisbatan ham admana deyiladi. Ta'allaqa yata'allaqu. Uni ziddi bo'lsa taharrara yataharraru yoki taraka yatruka hozir aytganimizdek bo'ladi. Hozir aytganimizdek. Buni ham yozib qo'yaylik. Mana ziddi taharrara yataharraru
Tarkun ularni ziddi antonimi bo'ladi. To'yib. Xo'p, shu bilan matnimiz tugadi. Birinchi matnimizga yakun yasadik, alhamdulillah. Endi keyingi matnga o'tsak ham bo'ladi.